Naqshli furnituralarimizni olib, mana shunaqa shaklda bir-biriga yopishtirib chiqamiz. Keyingi qiladigan ishlarimiz bezatish ishlari bo'ladi. Buning uchun katta shunaqa yashil tosh, kichkina toshlarimizdan, lekin rangini o'zingizlarning xohishingizga qarab qilsanglar bo'ladi. Men yashil rangidan qildim. Обязательно kley. Videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda qilib, toshlarimizni, metrajli ko'zlarimizni bir-biriga yopishtirib chiqasizlar. Yopishtirayotganda bilasizlar, avval kleyimizni surib qo'yib, keyin 1-2 minut kutgandan keyin toshlarimizni yopishtirib chiqamiz. Shunda yaxshi yopishadi qizlar. Katta toshimizni markazga qo'yib olamiz. Atrofini bo'lsa kichkina 40 razmerdagi toshimiz bilan o'rab chiqamiz. Yana ham formasini yoki toshlarning yopishtirilishini o'zingizlar fantaziyangizga qarab qilsanglar ham bo'ladi. Markaz qismimizni bezatib oldik. Ana endi naqshimizning qolgan qismlarini metrajli ko'zimiz bilan bezatib chiqamiz. Shu tarzda qilib ketaverasizlar. Metrajli ko'zimizdan foydalanayotganda qizlar naqshlarimizni o'rtasiga chekkalari qiyshiq bo'lib qolmasdan tekis tushayotganiga ahamiyatli bo'linglar. Ishinglarni akkuratni qilishga harakat qilinglar. Shunda yasayotgan narsanglar juda ham chiroyli chiqadi. Naqshimizni o'rtasidan shunaqa shaklda qilib, chekkalarini ham tekis qilib ishlanglar, akkuratni ishlanglar har doim. Naqshlarimizni har bitta tugash qismiga mana shunaqa toshlarimizdan foydalanamiz. Boshqacha chiroyli bo'lib chiqadi o'shanda.
Naqshimizni tugallangan qismini bezatmay turamiz, chunki oxirida qilamiz u qismini. Diademamizni bir-biriga oxirida ulashimizga juda ham kerak bo'ladi, o'shaning uchun bezatmaysizlar. Mana qizlar, naqshlarimizni bezatib oldik. Keyin osilchoqlarini mana shunaqa qilib tayyorlab olasizlar. Bularni oldingi darslarda sizlarga o'rgatgan edim. Buni bo'lsa 20 donadan qilasizlar. Pastdagi osilchog'i 27 donadan, 27-28 donadan tushadi. Shunaqa kurshavadan foydalanamiz. Orqa qismini o'girib, mana shu qismigagina kurshavamizdan yopishtiramiz. Bu oldidagi osilchog'imizni ilishimizga kerak bo'ladi. Kleyimizni surib olganimizdan keyin har doimgidek 2-3 minut kutib turasizlar qizlar. Shunda bittada ushlab oladi kleyimiz. Mana kleyimiz ozgina ushlaganimizdan keyin kurshavamizni keraksiz qismini olib tashlaymizda, mana shu shaklda yopishtirib chiqasizlar. Mana naqshimizni orqasiga polniy yopishadi, faqat bo'rtib chiqqan joylarini salgina pastga qilib yopishtirasizlar. Markaz qismiga ahamiyatli bo'linglar, markazi tushishi kerak, chunki osilchog'imiz akkuratni tushishi uchun. Mana yana kesib tashlab, shu qismini to'g'rilab qo'yasizlar. Markaziga ahamiyatli bo'linglar. Mana markaziga ham naqshimizdan tushgan bo'lishi kerak. Mana qizlar, shunaqa ozgina bo'lib chiqib turadi. O'rtasiga ahamiyatli bo'linglar. Endi yopishtirib olganimizdan keyin kurshavamizga osilchoqlarimizni ilib chiqamiz. Mana shunaqa shaklda kurshavamizni chiqib, bo'rtib chiqqan joyiga shunaqa qilib ilib qo'yasizlar mana. Shu tarzda ilib chiqasizlar. Oxirida bitta kurshavamizni qoldirish esingizdan chiqmasin, keyingi osilchog'imizni ilishimizga kerak bo'ladi. Mana qizlar, juda ham chiroyli bo'lyapti. Oxirida qoldirgan qismimizga endi yon tomondagi osilchoqlarimizni ilib chiqamiz. Bular aytganimdek 20 donadan bo'ladi. Mana bitta qoldirgan joyimizga ilib olasizlar. Keyingi qismini bo'lsa, naqshimizda tishi joyi bor o'zi. Mana shu joyiga ilib qo'yasizlar. Shunaqa ko'rinishga keladi keyin. Ikkala tomonini ham xuddi shunaqa qilib ilib olamiz. Osilchoqlarimizni shunaqa qilib ilib olganimizdan keyin oxirgi qismiga o'tamiz. Naqshimizni shunaqa sekin-sekin qo'limiz bilan qayirib chiqamiz. Bemalol qayriladi qizlar. Dumaloq shakliga keltirib olamiz. Mana ikkita chekkasini bezatmaymiz degan edim. Mana shunaqa qilib bir-biriga yopishtirib qo'yamiz. Bitta tomoniga kley surib olamiz. Kleyni faqat 2-3 minut emas, iloji boricha 5 minut ushlasanglar ham yaxshi bo'ladi. Bu qismiga mana surib qo'yganimizdan keyin boshqa uchi bilan olib mana shunaqa qilib yopishtirib qo'yasizlar. Yopishtirganinglarda yaxshilab yopishi uchun mana shunaqa kirlarga ishlatadigan prishpkamiz bilan bir-birini qistirib qo'yamiz. Iloji boricha 2-3 soat qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shunda mustahkam bo'lib turadi. Mana shunday bo'ladi qizlar.